Assalomu alaykum. Farhod Uz kanalining obunachilari. Like bosib, gumillatib, qo'llab-quvvatlab turganlaringizga rahmat. Akalar, biz sizlarga yana optimchilardan, yana zo'rlardan ko'rsatishda davom etamiz. Hozir biz bu safar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstil oldiga kelganmiz. O'sha mashhur Abdumalik optimchi deymiz u. Abdumalik akamizning qo'ralariga. Akalar taxta bo'lib ketgan. Biqqillab turgan qo'chqorlardan olib kelib qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz aka, birgalikda bo'lsin. Joningiz sog'mi? Rahmat uka. Qalaysiz? Xudo xolasa obunachilarimizga moslab qo'chqorlarni Nash qo'ydi. Ushash nasib qilmadi. Ana endi hozir ushadim. Olib kelmaytirdi. Videoda. Mashinadan shuni sakrab o'tib ketyapti. Siz hasab ana ishda ko'p. Mana o'tib ketyaptimi? Mashinadan shuni sakrab o'tib ketyapti. Mashalloh. Ohu ekan, o'zi ham ohu. Endi tursam Farhodjon. Metrga o'lchalarni kimiz Abdumalik aka? Endi bir balo qilamiz 1-2 santimetrga. Akalar, qo'chqorlar bor, bu tomonda qo'zilar bor. Ularni ko'rsatamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'yib yuboring aka, qiynamang. Bo'lmadi. Boshqasini ushlaymiz bo'lmasa. Akalar, birinchi partiyamizga Xudo xolasa Arashanidan boqaman deydigan obunachilarimizga sariq variantlaridan. Edilbay bilan Arashanlar uka. Nechta soni? Bu 14 ta uka. Qo'chqorda qarang. Mana ketdi mana. Vatan himoyachilari kunidek 14-yanvar deymiz u. Ketdi mana. Oyog'ini oldiga qo'ydik. Bo'ylari 85 plus. Qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi. Jonivor, aka, dastavkalarini qanday qilamiz? Yetkazib berasiz, dastavka o'ylanishmasin. Toshkentga dod besplatniy. 80. Vodiy bo'ylab Toshkentga dod besplatniy. Yuruvni. Qo'ldan chiqib ketdi. Ana. Aytgan qo'yim o'tib ketdi. Ko'rdingizmi? Ketdi ana aytgan qo'ylari. Farhodjon 80 plus, 85 plus minus hisoblashaveradi ham, o'tiradi ham bor. 14 ta sarig'i Farhodjon. Yetsemiz faqat Qur'on hayitga dor Farhodjon. Xo'sh. Mana uka. Semiz qo'y, so'ygani ham. Hozir misol bitta qo'y ariq qo'ydi, mana Farhodjon. 1,5 oyda et olmaydi hayotda. Qo'y boqib yurgan odam o'zi biladi-yu. Et shiralanishni boshlaydi-da, 1,5 oyda et olishni boshlaydi. 2 oyda ichini to'ldiradi. Bular Farhodjon ichini olib semiz, o'zi plusda bular. Gap. Mana qo'chqorlar. Aka solni 14 dona deyapsiz. Nech pulga beramiz qo'chqorlar? Sotish Farhodjon. Hozir qo'zimiz ham kelyapti yo'lda. O'shancha hech kim yo'q bolalar ham qo'yga chiqarib yuborganmiz. O'shunga hayron bo'ldim. 4 ta 5 ta odam qarashardi, hech kim yo'q. Farhodjon 14 tasini bir joyga olgan odamga Farhodjon 6 million so'mdan Toshkentga dor dastavkasini qilib beraman. 6 million so'mdan. 6 million so'mdan. Yana bir nimasi bor. O'zi yaxshi Farhodjon. Yo'q, otangizga rahmat. Gap so'z bo'lishi uchun. Boqadigan qo'ydi puli, so'yadigan darajada Farhodjon bular hozir. To'g'rimi? Hali 14 tasi bitta bo'lsa, 14 tasi bir joyga 6 milliondan. 6,5 dan ham arziydi, 6 milliondan lekin yaxshi uka. Otangizga rahmat. O'g'il bolachaga. Buni nima demoqchiman, jinday deyapman aka. Ko'p so'raganim yo'q. O'tib beraman buni. Kam bo'lmang. Mana qo'chqorlar. Akalar, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa maza qilib boqinglar. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Kashtandi ham. Orqalari keng, holatlari o'ta go'zal. Yem yeb turgan. Abdumalik aka, barakasini bersin. Barakasini bersin. Kam bo'lmang. Endi hozir bundan keyingi partiyamizda akalar bularda kashtanlari bor. Qoralari bor, kashtanlari bor. O'shalarni olib chiqamiz, undan keyin qo'zlarni olib chiqamiz. Akalar, telefon qilaveringlar. Abdumalik aka sotgan olib keladi. Tirikchiligi mana shu. Qattiqlik qilib turganish yo'q. Yumaladimi, tars barakani beradi. Lekin qo'chqorlarning sifatiga ham bitta baho berib qo'yinglar. Bu belini yo'g'onligi har tomonlama. Yana boqsangiz plyusga yuradigan xonasi Abdumalik aka. Mana shu endi sal kichikroq ichida. Bu lekin biqqillab yotibdi, janavorni qarang. Abdumalik aka keyingi partiyani olib chiqaramizmi? Bo'ldi, olib chiqamiz. Buni qavoramiz, ha? Ikkinchi partiyasini olib chiqdik. Akalar, mashalloh. Bitadan lak bosasizlar. 2026-yilda havas qiladigan qo'zilaridan, qo'chqorlardan biri mana shu bo'lsa kerak. Etvoshi, toni, dummasi hammasi bir-biriga mos turibdi, jonivor. Pachka damini berib yuboradi qo'zlar. Pachka. Jonivor. Ishshaydi damini berib yuboradi janovorlar. Qarang. Hali tish buzgan yo'q-a bular? Buzmabdi Farhodjon, buzmabdi. Mana shu qo'ydi. Voy, baliq-ku, baliq. Buni qaranglar. Tepasida jita juni qolibdi, ko'ryapsizmi? Tonni qaranglar. Ozgina qolibdi tepasida. Qo'ying. Bular tishini ko'raylik. Keng joyda yurgan ekan-a? Tishini ochinglar. Tishini oching. Qani. Qo'zichoq. Qo'zi ekanmi? Qo'zichoq.
Qo'chqorlarni qarang. Soni nechta Abdumalik aka? Bu 28 ta uka. Hozir sariqlardan ancha kattaroq lekin. Bu ham yurgan, ham yem yegan, a? Chunki Bu turnalari o'smabdi-da. Farhodjon qarang, mindulab yuribdi-yu. Hey, bitta turgan qo'ydi, bilasiz-ku, oyoqlari turnalar o'sib ketadi. Bu turnalar ham o'smagan, jonivordi. Yurolmay qoladi. Qarang, qo'ylar sog'lom. Bo'ylari akalar 85 plus minusida. Bir hafta garantiya, Farhodjon. Oh, 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 oh. Bitti. Bu qo'lga o'rnashmagan ekan, turmayapti. Turarmikin debdi uni. Namiki. Hadi 85 qatta qolib Pilusini ketadi. ham. Salkam 90 ga bor. Uzunligini ham bitta ko'rib bering. Farhodjon. 90 bo'lsa Qo'y, kerak, qo'y. yana bor. Qancha o'sha. Ha 90, uzunligi 90. Mana, Ketdi. yana bor. Qo'zi, lekin tish buzgani yo'q Farhodjon bular. O'sha 1 yillik qo'ylar. Lekin Aka, buni Shaydi, olgan odam namini qanchadan berib yem bersin? ha? Qanchadan yem bersin olgan odam? Farhodjon, Endi rejim bo'lib qoladi deyman olgan odamga aka. hozir mashinlarni o'ziga Farhodjon. Ha, biz endi bizda keldi ketdi-yu. Xullas kalom 2 paqir 15 kilodan oshiqroq makka bilan bug'doy drablikasi bor. Shunday yeryapmiz. Mashinga. Shunday. Ana qo'zilarimiz ham bor. Ash qo'zilargadir yeyapti-ku. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Mana. Barakasini bersin. Bularimiz ham Mana o'sha 60% go'shtini qilaveradi hozir. Nima qiladi? Oshig'i ham qiladi bu semiz qo'chqorlar Farhodjon. Ularga qaraganda semizroq ekan-a? Ha, Qur'on hayit hafta Farhodjon hozir bu turish bo'lsa qiyinroq bo'lib qoladi. Tavsiyam endi xolis tavsiyam bossin. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, Oladigan joyi bittami, ikkitami, 10 tami foydalanaman desa ham bosib oladigan joyi. necha pulga berasiz aka? 6,5 bas Farhodjon. Bu 6 million 200 mingdan. Oxirini Ha. Bitta joyga bo'lsa bitta joyga 6 million Ha, 200 oxiri. Lekin 6,5 milliondan bir 5 tadan oshiq odam bo'lsa olaversin mana. Mana shu qo'chqorni 6,5 millionga agar mabodo birantasi shunaqa qo'chqor beraman desa 6 ga ketdi ukash qo'y. 6 million. Agar birantasi 6,5 millionga beraman desa 6 millionga ketdi. Kammi? Bilasiz, men gapiraman, bajaraman. Bunaqa gapirib qo'yish yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Lekin Abdumalik akani chestniyligi bor. Qarang. Lekin qo'chqorni qaranglar. 6,5 million so'mga ketaveradi, Bu hamma. zotga. 800 dollarga sotib qo'yishmasa uka 6-7 ga bermaydi bu qo'chqorni. Joningiz sog' bo'lsin. Quyruqlari, To'g'risi. elita varianti. Bir 6 ta olsin, dastlabki postavkasiga yordam bo'ladi. 6,5 million so'mdan terib olsin. Xolla o'zi, xolla terib beraman. 6,5 million so'mdan. Ha. Tayoq tashlab olsa, optim narx ketaveradi. Sotdim uka, farqi yo'q. 10 tasini shuni haydab olsa ham ketaveradi uka. Akalar tayoq tashlab olsangiz, optim narxda ham ketaveradi. Farqi yo'q. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin Abdumalik aka, umringizdan baraka toping. Iloyim. Kam bo'lmang. Farhodjon, bir oy oldin ham uka 7 million, 7,5 milliondan sotilgan mana shu. O'zimiz ham sotganmiz, bozorda ham sotilgan. 6,5 milliondan o'ftunga qo'ygan qo'ylarim bozorda aytishadi. Eng past 6 million 800, oldi 7 million 200 mingga sotilgan. Bozorda aytishmas uka, bozordan arzon bo'lmasa albatta ish yo'q uka. Kam bo'lmang. Umringizdan baraka toping. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir Abdumalik aka qo'zilar soni oz davom kelyapti. Ko'rsatib ko'raylik. Davom kelgandan keyin sotilib ketmasa ko'rsatamiz. Sotilib ketsa keyin partiyani ko'rsataveramiz. Hozir mana shu qo'zilarimiz davom kelyapti akalar, o'z qo'zilarni olib ko'rsatib qo'yamiz.